Bekobod san'at kollejidan Lenobod shahriga tashrif buyurdik. Men Tojikistonga birinchi marta tashrif buyurdim. Men bu dutor asbobni 6 yildan beri chalib shug'ullanib kelaman. Bu yerga kelib ham boshqa asboblarni ko'rib, ular bilan tanishdim. Bu dutor asbobida men har xil kuylar chalganman, har xil kuylarni ijro etganman. Bu yerga mana shu yerga ustoz shogird an'analari festivaliga kelganimdan bag'oyatda xursandman. O'zbek xalqi, tojik xalqining bir-biriga bo'lgan san'ati, madaniyati, millatimizning yana bir-biriga yaqin bo'lgan bir sababini ko'rib turibmiz. Biz bugun kelganimizdan, taklif qilganlaridan hammalaridan minnatdormiz, xursandmiz. Bir-birimizning to'ylarimizga ishtirok etish, san'atkorlarni taklif qilish, bizdan Tojikistonga kelib, Novga borib to'ylarda xizmat qilish va novlik san'atkorlar, hofizlar Begod shahrimizga borib xizmat qilish sharoitlari juda ham yaxshi, juda ham yo'lga qo'yilgan. Buning uchun rahmat bildiraman. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam shundaki, bizning san'atimiz, o'zbek tojikning san'ati, umuman san'at ahli millat tanlamaydi. Bizdan oldin o'tgan ajdodlarimiz ham xuddi shunday bir-birlari bilan yaqin ijod qilishgan, hamkorlik qilishgan.